Assalomu alaykum, Ikkizamin Begum YouTube kanalimiz a'zolari, kanalimiz mehmonlari, kanalimizga xush kelibsizlar. Xudo xolasa mana ishlarimiz davom etyapti. Hozir Begumimizdan ochiq o'lchaklarimizni ajratib olish jarayonlari bo'lyapti. Ko'rib turgansizlar, mana bu yerda hozir salafan tashab qo'yganmiz. Salafan tashab qo'yganimiz maqsadi hali yomg'ir yog'adigan bo'lib qolsa, Begumimizga nam tegmasligi uchun salafan solib qo'yganmiz. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana yarmiga yangi go'ng tashlaganmiz. Yarmi mana Begumimiz holatda turibdi. Hozir buni olib qo'yamiz salafanimizni. Ozgina sergiydi ustilari. Qirov baribir mana oq ko'rinib turgan bo'lsa, mana shular qirov bo'ladi. Qirov tushgan. Qirov baribir havodan keladigan hisobiga mana shu yonlari ham ochiq. Mana ko'rib turgansizlar, mana shunday g'ishtlar qo'yib havo kirib turish uchun shunaqa qilganmiz. Shuni hisobiga o'sha qirov ham o'sha yonlardan kirib, qirov ham tushgan baribir ma'lum miqdorda. Asosiysi bu yomg'ir chachindan, yomg'ir qor yog'adigan bo'lib qoladigan bo'lsa, mana shuna himoya sifatida salafan qo'yib qo'yganmiz. Xo'p, mana bunisi beraktorimiz. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bunisi beraktorimizni ham mana ikki tomonini ochib qo'yganmiz. Bir tomonga uyib qo'ydik. Mana ko'rib turgansizlar. Hozir ikkita tarafga yangi go'ng tashlaymiz. Iloji bo'lsa mana shunaqangi kengroq qilib qilishingni maslahat beraman beraktorlarimizni. Hozir eniga 2.60, bunisi beraktorimiz 1.60. Bunisi qisqaligi uchun bir tomonga tashladik. Bunisi 50ligi uchun ikki tomonga tashladik. Mana shu cho'lchaklarimiz bu tomonga ham o'tish tezroq bo'ladi, ham bu tomonga ham cho'lchaklarimiz tezroq o'tadi. Bu yerda o'rtadagi Begumimizni ilib olgandan keyin o'rtaga yana yangi go'ng tashlansa, u tarafdagi bu tarafdagi cho'lchaklarimiz o'tib bog'dan ham oziqlanishi mumkin. Maslahat beramiz, mana shunday kengroq qilib beraktorlar qilishdi. Xudo xolasa mana bu yerlarni tekislab qo'ydik. Yangi beraktorlar qo'yamiz. Ikkita beraktor tushadi bu yerga. Shunaqa joylar qilib qo'ydik. Xudo xolasa endi bahordan yangi beraktorlar qilamiz. Mana shunaqa qilib ishlarni davom ettiryapmiz. Xudo xolasa bugun 2026-yil 21-yanvar sanasi. Hozir havolarimiz sovuq, yangi ozuqa tashab qo'ydik hozir, lekin cho'lchaklarimiz yozdagida qangi 10-15 kun atrofida yangi ozuqaga o'tmaydi. Cho'lchaklarimiz hech kunda sekin ishlaganning hisobiga bir oydan oshiq mobaynida yangi ozuqaga o'tib oladi. Shuning uchun biz oldindan tashlayapmiz. Keyingi oydan agar tashlaydigan bo'lsak, yana Begumimizni elab olishimiz, klientlarga yetkazib berishimiz ancha cho'zilib ketib qolgani hisobiga biz oldindan yangi ozuqalar berib, cho'lchaklarimizni yangi ozuqaga o'tishga imkoniyat yaratib beryapmiz. Shunaqa qilib ish jarayonlarini olib boryapmiz akalar. Mana shunaqangi Kaliforniya omil cho'lchaklari boqib Begumimiz yetishtirayotgan aka-ukalarimiz bo'lsa, sotishga ozgina qiynalib turgan akalarimiz bo'lsa, yosh katta akalarimiz asosan qiynalishyapti shu sotishga. Murojaat qilsalaring, nomerimizni yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqsalaring, videosini qilib bersalaring, xudo xolasa, bitta video tashlab bersalaring, biz kanalimizga qo'yib beramiz. Bemalol aloqaga chiqib bog'lanishlari mumkin. Hammani ishlariga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, xursand bo'lib qolamiz. Sog' bo'linglar.